Ahey, barchangizga Ramazon muborak. Ko'pchilik bu oyda nafaqat saharlik va iftorlik haqida, balki o'zi uchun yangilanish, yasharish mana fasli ham kirib kelyapti. Bahor kakras. Shu fasl kelishi bilan mana ro'za Ramazon oylarida yangi kiyim xarid qilsak, menimcha ayni muddao bo'ladi va bu tanlovda siz modni tanlasangiz adashmaysiz. Har doimgidek ichkari kirib kelishimiz bilan odamlar, ya'ni mijozlar bilan mod doimgidek gavjum. Aka, yaxshimisiz, qolmang, charchamaysiz. Menimcha shu sizdagini montdan olgansiz, ha? Xo'p, nima sizni bu joyga yetakladi? Shu internet orqali ko'rib keldingizmi? Shunda Instagramda ko'rardik, magazin bizga ma'qul keldi. Narxlari ham joyida. Hamma narsasi yaxshi. Xalqdan nima deymiz? Kelishini so'raymiz, olishini so'raymiz. Pachskani bosinglar, montga like bosinglar. Jonli like bosdilar. Rahmat. Xo'p, sifat haqida nima deya olasiz? Sifati yaxshi. Yaxshimi? Narxlari Qoniqtiradi. yaxshimi? O'zingizgami hozir bu? O'zini. Ish vaqtimiz aynan siz bop. Nimaga deysizlar? Mana Ramazon oyida ko'pchilik taroveh namozini o'qigan boradi masjidlarga. Soat 11 da chiqasin, 11:30 da chiqasin, bemalol kelsanglar bo'ladi. Chunki 12 dami, 1 dami bizda shunaqa zo'r muhit bo'ladi. Kelib tanlab, sifatli tovarlarimizni ko'rib, narxlayman aynan siz bop bo'ladi. Kirib tanlab olishinglar mumkin. Yaxshimisiz, amaki, charchamayapsizmi? Mont do'konda ko'pchilik o'ylaydi-da, faqat yoshlar bop razmer bo'ladi, yosh kattalar uchun bormi degan savol bersa, nima deysiz? Bormi? Razmerlar chiqdimi sizga mana? Chiqdi, bizga bu chiqdi. Bizga razmeri bor ekan. Yaman qilib bo'ladi, yaxshi. Ko'rib turganingizdek 7 yoshdan 70 yoshgacha biz barcha mijozlarimizni o'ylagan holda razmerda umuman muammo yo'q. Yana bir gap, yaqinda mod jamoasi kichkina bir yangilik qilmoqchimiz. Ro'za Ramazon oyiga o'tgan qaytganda bemalol siz agar kirib do'konda nimadir xarid qilishingiz shart emas. Og'izochar vaqtga, iftorlik vaqtga to'g'ri kelib qolsa, kirib og'zingizni ochsangiz bo'ladi. Biz shunaqa sharoit qilib qo'yamiz. Bu yerda hamma sharoitlar mod ichida bo'ladi. Manzil o'sha Sug'diyona stadionining ro'parasida va albatta bu tomonda davlat xizmatlaridan o'tganda Mont erkaklar kiyim do'koni. Kelaverasizlar.